Yo, salom po'lam, hammalarga zo'rmisizlar, obunachilarim. Короче, negr bo'lsanglar menga farq yo'q. Короче, bolalar, bugun sizlar bilan men Aslam Gaming. Bolalar, короче, bugun sizlar bilan biza OBS studiosini yuklab, kompyuterga o'rnatib, qanday stream video olishni o'rgataman va qani bo'lmasam Go! Opa Google Chrome kira olamiz bolalar. Короче, bunaqa OBS deb yozamiz. OBS mana. Ammo deb yozasizlar. OBS Studio skачать. OBS Studio skачать. Короче, официальный sayt ham bu. Hammani bosmanglar, chunki Apple xohlasanglar telefoningizga yuklasanglar ham bo'ladi. Apple bo'lsa Apple, mana bunaqa kompaniya bo'lsa ham bunaqa. Meniki bunaqa, shuning uchun bunaqani bosib, hammani skачатni bitta bosasizlar va amberga tushadi. Berga tushgandan keyin bolalar, so'ng uni ochayotganlari bo'ladi. Mana bu yerda ekraningizda chiqadi, ochasizlar, so'ng OBS o'ziga kiradi. Mana OBS meniki nano qilingan. Короче, bolalar, hammasini video davomida ko'rib olasizlar. Короче, buni plusni bossak, papka qo'shiladi bunga. Bunaqa papka. Buni bosamiz va bunda yaxshiroq. Men o'zim настройка qo'yganman. Короче, bular qayerdan oldingiz desanglar, plusni bosasizlar va любой bittasini tanlaysizlar. Masalan, men buni tanlab, okni bosib, yana chiqqanda necha grafika kerak bo'lsa, o'shani yana bitta okni bosasizlar, qo'shiladi. Rang, mana bu rang, so'ng stream qilganingizda bu yuzingizga o'zgaradi. Stream deb chiqadi, promo deb. Men buni yozganman, Aslam UPG deb. Yozishdimi? Yozishni ham hozir o'rgataman. Bu yerda mana hozir. Bu yerda veb kamerani qo'shasizlar. Men veb kamera qo'shmaganman. Короче, hozir mana ism yozish. Mana bu yerda bitta bosasizlar, xohlagan ismingizlarni yozasizlar. Men masalan misol uchun yozyapman. Ana shunday deb yozasizlar. Короче, hozir bu chiqib qoldi. Endi buni xohlasanglar kichkina qilib olasizlar. Xohlasanglar katta qilib olasizlar. So'ng bu yerga qo'yib qo'yaman hozirchaga men. Mana so'ng promo qilish uchun buni bosasizlar. Ham promo, ham video bo'ladi. Va bu zvuklarni ana ishlasanglar bo'ladi. Hamma narsa qilsanglar bo'ladi bolalar. Zvuk meniki настройка bo'yicha turibdi, sizlarnikini bilmayman, lekin sizlar o'zingizlar qilib olasizlar. Настройка, постройка. So'ng bitta narsasi bor, yana xohlasanglar buni o'zgaradi, xohlagan joylarga. Ekran bunday bo'lishi mumkin, bunday yoniga qo'yilishi, bu yoniga qo'yilishi mumkin. Men bu yerga qo'yaman. Meniki ana shunday turadi. OBS'lar настройка qilib olasizlar. So'ng bitta narsani aytib o'tmoqchiman. YouTube'ga kiramiz. Kompyuter, televizor akkaunt ochilgan bo'lsa, telefon meni kanalimga o'tamiz. Kanalimga o'tib bitta video joylaganman. O'sha videoni ko'rib, like va подписка 19 ta odam ko'rgan. Короче, подписка va obuna bosib qo'ysanglar bo'ladi. Aslam Alimov. Ana shuni yozasizlar. So'ng chiqqandan keyin bosasizlar. Bolalar, video tushunarli bo'lgan bo'lsa, xayr, sog' bo'lasizlar.